Barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari, mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan sotilgan mollarimizni ko'rsatishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 9-mart sanasida akalar. Xo'p, akalar, bu molimizni Andijon marhamatga 23.500.000 ga sotdik. Bo'ylari 1.23 kuni qolgan. 20 kunda tug'adi, xudo xolisa akalar. Sog' salomat holatda sotdik akalar. Yeb ichishi zo'r, tanijoni sog'lom. Hamma joyiga garantiyasini berib sotdik akalar. Har doimgidek bizda ham, boshqa kanallarda ham havodan yuqadigan kasallikka garantiyasi yo'q. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga garantiyasi bor akalar. 20 kunda tug'adi. Bo'yi 1.23, 23.500.000 ga barakasi bo'ldi. Andijon marhamatga. Endi shuni dastavka jarayoni. Mashinani oldida olmaganimiz tashqari qorong'i. Shuni hozir o'shanga sotib, yorug'da video qilib ko'rib turinglar akalar, sizlar ham deb ko'rsatishlikda davom etyapmiz. 23.500.000 ga Andijon marhamatga barakasi bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Kimga shunaqangi bo'g'oz mollar kerak bo'lsa, qanaqa turidan bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilaverasizlar. Nomerimiz o'sha 95 059 33 36. 24 soat xizmatlaringdamiz akalar. Kimga shunaqangi bo'g'oz mollar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar akalar.